Assalomu alaykum yurtdoshlar, Yusuf Moto kanalining podpischiklari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Moto do'konimizda barcha texnikalarimiz askarlardek saf tortib turibdi. Kelarasizlar, xudo xolasa narxlarini juda chiroyli qilib qilib beramiz. Xo'p. Bu Agriglobi 180 imiz sotilgan. Bugun arzu qilmaymiz. Xo'p, mana bu videoyimiz. Agriglob 250 tur model, Tur X tur, rullar gidravlikali. Xo'p. Tur baloni ham bemalol tortadi. Komplektida frezasi va ikki kors pligi bo'ladi. Narxlari 83 million so'm. Xo'p, 82 million mana boringki, mana ketdi. Mazza qilsin, xalqi mazza qilsin, klientlar mazza qilsin. Maza kelaverasizlar. Mana bir klientimiz bundan bitta xarid qildi, pullari bilan mana yerlarga ag'darib, yerlarni mana chiroyli qilib sinab ko'rdik. 25-30 bemalol botishar ekan. Prosta bu videoga ololmay qoldim. Keyingi galda xudo xolasa videolarni chiroyli qilib olishga harakat qilamiz. Xo'p, kelaverasizlar akalar, 11-11 oyimizda Agriglobi universal motobloklarimiz hamma texnikalarimizdan bor. 3 million 700 mingdan tortib 85 million, yo'q, 83 million, 82 million so'mgacha bor. Akalar, kelaverasizlar.